4-yil 2-smenada o'zimga tushgan savol. Uzunligi 17,34 nanometr bo'lgan DNK fragmentidagi fosfodifir bog'lar soni guanin va sitozin nukleotidlari yig'indisidan 60 taga ko'p bo'lsa, DNKdagi timin nukleotidlari sonini toping. DNKda har doim 2 dona zanjir mavjud bo'ladi. 17,34 nanometrni 0,34 nukleotidlar soni orasidagi masofaga bo'lib olamiz. 51 dona nukleotid bor DNKni bitta zanjirida. 51 ni 2 ga ko'paytiramiz. 102 ta umumiy nukleotid bu DNKni 2 ta zanjirida. DNKdagi umumiy nukleotidlar sonidan 2 ni olib tashlasak, fosfodifir bog'lar kelib chiqadi. 102 dan olamiz 2 ni 100 ta fosfodifir bog' mavjud DNK fragmentimizda. Guanin va sitozin nukleotidlari soni fosfodifir bog'imizdan 60 dona kam. 100 dan 60 ni olib tashlaymiz, 40 chiqadi. Sitozin va guanin nukleotidlar yig'indisi 40 ga teng. Umumiy nukleotidlar sonidan 40 ni olib tashlaymiz, 62. Timin va adenin nukleotidlari sonini yig'indisi 62 ga teng. Buni ham 2 ga bo'lib olamiz, chunki timin va adenin har doim bir-birsini teng bo'ladi. 62 ni 2 ga bo'lsak, 31 ta timin nukleotidi mavjud DNK fragmentimizda. Javob C.